Assalamu alaykum, hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar, mana meni garteza gullarim butonga kelyapti. Apa shu garteza gullaringiz nima bo'ldi, ko'rsating devdinglar. O'tgan safar mana bularning bariga xloroz bo'lib, nima bo'lgan edi? Mana mana birda ozgina bor yana. Hozir uje mana uchlari uje sarg'ayganlari ketib, to'xlashib kelyapti. Bularda ham mana har birida butonlari kelyapti mana. Mana har birida mana butonlari bor. Mana gullari endi buton bo'lib kelyapti ochilishga. Bunga yana men hozir bir qator vitaminlar beraman. Barigina xloroz bo'laqqaniga ham oziqalar, har xil mineral udobreniylar mana oldingi safar ko'rsatdim. Aminosildan, gumat kalidan, shulardan har biridan mana hozir yana azna men quyib qo'yaman. Shularni hozir tayyorlab 10 litrga har doim tayyorlardim. Endi hozir mana 5 litrga tayyorlayman. 5 litrga ozgina mana qoshiqning uchida jeleza solyapman. Aminosildan kalpachokidan yarim ozgina qo'yaman. 10 litrga bitta kalpachok to'laydi. Buni endi 5 litr bo'lgani uchun mana yarimini qo'yaman. Buni ham ozgina men o'zinikida to'kilib ketmasin, aminosilni kirishkasida yarim qo'yaman. 5 litrlik bekaga mana hammasini tayyorlab olyapman. Aralashtirib olamiz yaxshilab hammasini. Bularni endi men gartenziyalarimni tagiga quyib chiqaman. Azonda men mana suv quyib qo'yganman bunga. Что birinchi toza suv beriladi har doim. Bunaqa dori vitaminlar berishdan oldin. Mana ochilganda yana bitta video obzor qilib beraman. Bu tagidan tosh chiqib ketmasligi uchun men mana azna quyapman. Mana shu barglari ham bari xlorozlar bari ketadi, sarg'ayganlari. Mana shunaqa ozuqalarni berib turish kerak yozning kuni mana. Kun ham issiq, suvni bunga gartenziyaga men har kuni qo'yaman. Har kuni quymasam, uje barglari qurg'ab, qavjirab qoladi. Shuning uchun har kuni men azongi salqinda suv quyib turaman bularga. Dorini 10 kunda bir berib turaman. Mana shunaqa qilib mana sizlar ham bersanglar bo'ladi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Mana gartenziyalaringiz qanday gullayaptimi devdinglar, mana gullashga kelyapti. Shuni men mana video obzor qilib beryapman sizlarga. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Video like bosishni unutmanglar. Kommentariya yozib turinglar.